ustida yonma-yon uchar yuraklarda cheksiz orzular bilan samoga oq bulut, oq kunlar, oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar. Oq bulut, oq kunlar, oq kabutarlar zulmatda bir-biri yig'lab izlarlar. Oq bulut, oq kunlardan qaytgan oqish olamdaman junbush urib portlasin bosh. Kimni yozar, kimni chizar ateşli yok, hiç korkmadım. Çağ oynasın, çağ. La-la-la-la, la-la-la-la. Yok ateşli yok, hiç korkmadım. Эй, татуировку потеряли. Брови, рисуйте умело. Afsuski hozir shunaqa o'tganimizda tabiiyligi nima esa to'g'rimi? Qashaychi. Да, вот именно. Qashaychi. Татуировку deydi. Sel. Брови рисуйте. Ashtaqa bo'lib qoladi. Ya'ni bu narsani nimaga aytmoqchiman, yoshlarimiz hech qachon xohlamasdim, ya'ni bu hozirgi zamonaviy go'zalligiga, sun'iy go'zalligiga qiziqishini va o'zini yaxshi ko'rgan yoriga, turmush o'rtog'iga, sevgilisiga o'zini tabiiy yaratganini bergan husni bilan ko'rishni albatta. Albatta buni bir hurmatsizlik bilmaysizlar. Bu bir ya'ni san'at sahnasi. O'shaning uchun qiynalib o'zinglarni uchrashmadik